Assalomu alaykum hammaga. Bugun Uzbekski Tyson urushdi, g'alaba qozondi. G'alabang bilan tabriklayman. G'alabang davomiy bo'lsin. Kletkaning ichida ikkita ошибкang bo'ldi. Shu ikkita ошибкangni aytib o'tib ketish shart. Birinchidan 5 minutdan 3 raund turishgan bo'lsang, shu 3 raundni aytayman, bir 14 minutini faqat yurding. Bu yoqqa yurding, bu yoqqa yurding. Hali mana u bu yoqqa qarab urib, sapernik bu yoqda turibdi. Bu yoqqa qarab uraveradigan odating hali ham qolmabdi. O'sha xatoingni to'g'rilasang, xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. 14 minut yugurding, bu yoqqa yugurding, bu yoqqa yugurding. Estafetni mashqlar esimga tushib ketdi borki, yoshligimda qiladigan. Mayli, omading bersin, negativ emasman. Prosta ошибкangni aytib qo'yapman. Ikkinchi ошибкang shundaki, turibsanda uryapsanda bunday yashinib, bunday orqa amlag'asiga kerak emas. Bunday narsa. Hop, ishlar u yoqut, bu yoqut, qo'llaringni chiqar, normal, kaltak yesang ham, yo'q. Qo'rqish kerak emas bunaqa narsadan. Nega qo'rqasan? Tayson Kletkani shu olgansan, mana shunaqasiga bag'asiga tepib olibsan. Sapernikni ko'r, qag'ida tepibsan. Bu yoqdadir balki, bu yoqdadir balki. Unaqa bo'lmaydi, mayli. Mayli, nima bo'lganda ham omadingni bersin. Ikkinchi janging bo'ladi. Yaxshi o'tdi.